Odamlar orasini isloh qilish bu payg'ambarlarning yo'lidir. Valilarning yo'lidir. Ulug'lar, buyuklar, solihlar, fazilatli insonlarning xislatidir. Hatto ulamolarimiz aytadilarki, farz namozdan keyin ado etiladigan tahajjud namozdan ham ko'ra odamlar orasini isloh qilmoqlik baland turadi deganlar. Farz namozdan keyin ado etiladigan eng darajasi baland bo'lgan namozlar ichida tahajjud namozi ana shu namozdan ham ko'ra odamlarning orasini isloh qilmoqlik baland ekanligini ulamolarimiz aytgan ekanlar. Bir kun Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga shunday xabar keldi. Qubo ahli oralarida nizo paydo bo'ldi. Madina Munawvarada Qubo degan joy bor va Qubo masjidi ham bor. O'sha yerdagi aholilar orasida nizo, kelishmovchilik, ziddiyat paydo bo'lgan xabari Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga yetib keldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab, "Turinglar hammalaringiz, Quboga boramiz. U yerdagi aholini orasini isloh qilamiz", dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, odamlar orasini isloh qilmoqlik uchun uzoq bo'lsa-da, mashaqqat bo'lsa ham shuncha yo'lni bosib payg'ambarimiz sahobalar bilan Quboga bordilar, odamlarni jamladilar va ularni orasiga chiroyli so'zlarni gapirib isloh qildilar. Bu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir Qubo ahlini, ya'ni kelishmovchiliklarni bartaraf etdilar.